Kaygılık zindan dünya Hayat qimmatlik, ammo to'limi cheklik. Ana shu cheklik hayotda insoniyat dunyosida o'chmas izlarni qoldirib ketgan kishilarning jismi garchi bu dunyo bilan vidolashgan bo'lsa-mu, biroq ularning ruhi hayot qolganlar orasida abadiy abad doston bo'lib kuylanadi. Uyg'ur o'g'li Kurash Sulton Ko'san ana shularning biri. Uyg'ur xalqining erkinligi va kishilik huquqini qo'lga keltirish ko'rishiga o'zini atagan oxirgi tiniqiga qadar Uyg'urim deb so'zlab, Uyg'urim deb naqsh yangratgan Kurash Ko'san xalqi qarindoshlari va farzandlarining qalbida mangu hayot. Kurash Ko'san 1959-yili 7-oyning 21-kuni Sharq Turkistonning hozirgi poytaxti Urumchida bir bilgusuyar oilada dunyoga kelgan. Dadisi Sulton Mahmud millatchi unsur atilib, Kucharga surgun qilingan. Kuchardan iborat bu qadimiy san'at yurti kurashning ma'sum qalbiga muqaddas san'atning uruqini soldi. Uning dadisi Sulton Mahmud yana ikkinchi qatim millatchi unsur atilib g'uljiga palandi. Uyg'ur naqsh san'ati gullangan bu go'zal diyor kurashning san'at talantini tavladi. Kurash Ko'sanning bovisi Mahmud aka millatchi unsur atilib Shingshisayning qonliq turmisida begunoh o'ldi. Kurash Ko'sanning dadisi Sulton Mahmud millatchi jinoyati bilan o'xshashla Shingshisayning turmisida va kommunist Xitoy turmisida uzun yillar qamalgandan keyin oxiri o'g'li Kurashga ko'p vasiyatlarni qoldirib, chatallarda qonqirab yurgan ota miros bo'lgunchi o'g'liga xo'sh deyishga ulgurmay yurak kesili bilan u dunyoga sabab qildi. Merhum Kurash Ko'san davomliq mundaq deydi. Men onamning sutini emsam, uningda bir xil ochiq ta'm borligini his qilgan edim. Ras, bu ochiq xo'rliq, tangsizlik, milliy kamsitish, irqiy qirg'inchilik va hokazolar aralashib ketgan va qonga o'tib ketgan ochiq edi. Kurash Ko'san ilm dengiziga o'zini atdi. San'at gimnaziyasida 3 yil, oliy maktabning Uyg'ur adabiyot kasbida 2 yil, Xitoy tili tarjimonlik kasbida 2 yil, kompozitorlik kasbida 4 yil o'qidi. Mo'l bilim talanti bilan xalqi uchun ijodiyat gulzoriga sho'ng'idi. Kitob yoki kasetlarning tiraji 5000 dan oshmaydigan Uyg'ur jamiyatida u ishlagan hasrat va ichinish degan kasetlar 160 ming nusxa tarqilib rekord yaratdi. Uning yerni sotmanglar degan naqshisini bilmaydigan Uyg'ur yo'q edi. Kurash Ko'san Sharq Turkistonning bulung pushqoqlarida, tog'i qishloqlarida aylanib, 1000 maydondan ortiq o'yin qo'yib, uning tomoshabinlari 5 million odam qitimiga yetdi. U Xitoy bo'yicha 5 qitim, Sharq Turkiston bo'yicha 10 necha qitim naqsh muzika, she'r mukofotlariga erishdi. U garchi Xitoy mamlakatlik cho'lponlar jamiyatiga qabul qilingan bo'lsa-mu, yanala bo'lgunchi, qutratqu degan nomlar bilan qarilinib chetdi. Onunğa neçə qitim agahlandırış berilgandan keyin 1993-yili atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Partkom va Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq hökumət Birləşmə İşxanası tərəfindən canabilning imzosi bilan Kurash Ko'sanning qutratqulik qilmishlarini qattiq bartaraf qilish haqida qizil boshliq hujjat taqtildi. Uning sahnaga chiqishi, ijod qilishi, 8 dan ortiq odam bor o'rinda so'z qilishi cheklandi. 3 yil nazorat va rejimga ilindi. Kurash Ko'san Ko'san madaniyat san'at shirkatini qurdi. Ammo uzunga bormay qonunsiz holda hukumatning Şinjan gazetida e'lon berilib, bu shirkatmo majburiy taqvitildi va butun mol mulki qonunsiz holda majburiy hamda qattiq qo'lliq bilan musadir qilindi. U o'zining qora tizimlikka tushganligini his qilib, chet elga chiqib ketish
majburiyatida qoldi. Bo'libmi kurash ko'sanning vatan ishida ijod qilgan Xitoy hokimiyatining istibdod tuzumini qamchilaydigan yerni sotmanglar nomli naqshisi xalqni o'yg'atgan bo'lsa, hukumatning uningga bo'lgan o'chmanligini hassilab oshirdi. Yer hayatlık menbesi Dihkan aka iltimasım yerini satmangla Dihkan aka iltimasım yerini satmangla Ecdadla yeri bu senin hakkın yok Bir mucize yaratmanın yok Etdin keççe yer bilen buldum Galgı yok uçanga ya arkının yok Etdin keççe yer bilen buldum Galgı yok uçanga ya arkının yok Uzun dırnanğa zar bulup geldin Üyün o yok ki hiç bilen salgan Hiç bilen salgan Yaz zeylikte yürüysen aman Bu ceba muşakkat kimlerden kalgan Kış yaz zeylikte yürüysen aman Bu ceba muşakkat kimlerden kalgan Bu fırsat sana has yer degen baylık Her yolan sözlügen ambal mu çağlık Bir obdan yerinin kadrini bilmey Bulmusan makanın ahiri saylı Yerinin kadrini bilmey Olmasın makanın ahri saylı Yersin diye yancuk niye kıldırmakçı mı? Evlatka kalgı dek mal besatın yok Derdinge dert kuşu kaldırmakçı mı? Evlatka kalgı dek mal besatın yok Derdinge dert kuşu kaldırmakçı mı? Yer ata, yer ana, yer aydan burası Yer ulu, yer büyük, yer hayatlık menbesi Dihkan aka, iltimasım yerini satmangla Dihkan aka, iltimasım yerini satmangla Dihkan aka, iltimasım yerini satmangla